Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 16 aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 49 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12190 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,219,043 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 49 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14362 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,436,276 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi esa 1 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 162 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 162,090 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,24 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25730 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.